O'zbekistonda hozir juda ham katta yangilik. Vodiyda aytishadi ko'pchilik, ikkinchi Xitoyda. Mana sizlarga gapimiz isboti bilan. Buni qaranglar, bunaqa transformerlar men to'g'risi internetlarda ko'rgandim, million prosmotrlar yig'ayotgandi. Lekin marg'ilonli akalarimiz shu narsalar yasab berishdi. Ko'rib turibdi, baho bermasalar ham bo'lmaydi, buni qaranglar. Hatto yo'g'i bor, shunday qaranglar. Bitta joychan, uyim kichkina deydiyorlar uchun juda ham zo'r narsa ekan. Bemalol olib turib farzandlaringga, o'zi kelni ham, yo'qsa hojonalarga olib beradigan bo'lsalar, o'tirib turib bemalol maytlarda shkaflarigacha ham bor ekan. Devasini bitta ochadigan bo'lsangiz, uni qarang. O'zingiz ko'rib turib, o'zingiz yaxshi ko'rasiz. Yanada yaxshi ko'rib ketib qolar ekansiz. Juda ham zo'r ekan. Hozir xuddi mashinada to'liq ma'lumotlarni Muhiddin akamdan hozir olamiz. Xudo xolasa, juda ham chiroyli qilib narx-navolari, qanaqa joylarga dastavkalari bor, hammasini to'liq ma'lumotni tushuntirib o'tiradilar. Videomiz oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima aka? Qiynalmasdan. Rahmat. Aka, birinchi bo'lib buni qanaqa afzallik tomonlarini bir gapirib o'tib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Qanaqa yig'ilib chaqirishlarini bitta ko'rsatib bersangiz yaxshi bo'lardi aka. Aka, bu transformer mebel hisoblanadi. O'zi tumba holatda bemalol ishlatsa bo'ladi. Masalan, spalnikda yasatirayotgan akalarimiz bo'lsa yoki kenalar bo'lsa, tavsiya qilamiz xuddi shundan buyurtma berishlar. Buni qulaylik tomoni o'zi tumba holatda turadi. Masalan, bundan trimo holatda foydalansangiz ham bo'ladi. Ochasiz, pastida tortmalari bor. Bundan tashqari o'rindig'in tagida ham joy bor. Albatta, hoshagami joylari ekan. Pul solgani. Sizdan kimdan o'tirganlarni bilmaylar-da aka. Pul solib ko'rar ekanlar. Pul solgani. Xo'p, endi buni oynasi bor mana aka, hozir ko'rsatamiz. Qarang. Chiroyli qilib mana ishlangan. Bu ham ochiladi. Bundan tashqari bu oynasi ham ochiladi. Ayni ham ochiladi. Bu joyga masalan dezodorant, shunga o'xshagan bo'yi uzun mahsulotlarni terilsa bo'ladi. Hamma yo'q, sekretni qorasilar aka. Ha, shu aka. Mana pastda yana bitta tortmasi bor. Pastda ham tortmasi bor. Bundan tashqari aka buni yonlarini, aynalarni yonadigan qilib beramiz ham. Sal narxi o'zgarib qoladi. Agar qizlariga yoki bir ayollarga sovg'a qilmoqchi bo'lsalar, bu yerga ismlarini ham yozib beraveramiz. Bu hozir hamyonbop holatdagisi. Buni xohlaganlarcha o'zgartirish mumkin. Faqat haligi nima deydi, pulini ko'tarilsa bo'ldi. Bu rangi boshqacharoqmi? Ha, bu kashmir svetimiz, bu oq svetimiz. Endi yana bitta transformer mebelimiz bor. Bunimiz xudo xolasa juda ham yaxshi chiqdi, ko'pchilikga ma'qul kelyapti. Buni joyi katta, yosh nevarlar bemalol degan javobni so'raveradi. Tortmasi bor aka. Mana bu yerda. Bundan tashqari bu trimo holatga ham o'tadi. Oynasi bor. Mana bu yerga bemalol narsalarni terib qo'ysa bo'ladi. Yomon ekan, lekin haqiqatda boru ming bor uzr, pochcha sizga shu videoni agar kelinni ham tashlayotgan bo'lsalar, sizga har hashani ustiga har hasha olib berayotgan bo'lsa, meni kechirib qo'yasiz. Lekin shundan olib bermasangiz bo'lmaydi. Nimaga? Hammamiz endi ayolimizni o'zimizga yarasha endi yaxshi ko'ramiz, ayollarimizni hurmat qilishimiz kerak. Onalarimizni esdan chiqarmagan holatda. Ikkovsini qaranglar mana. Xuddi masalasini ojonaga olib bersalar, olib qoladi. Qalblariga o'xshaganda. Kashmir suvetidan endi ham bemalol olib bersalar ham bo'laveradi. Juda ham zo'r ekan. Bunimiz qanaqa dizayndagi? Mana shu qora rangi qarang. Endi yig'iladigan bo'lsa, shu transformer mebelimiz mana shunaqa holatga keladi. Ixcham bo'ladi. Bu hali minimal joydan maksimal foydalanishga yordam beradi bu. Juda ham ixcham. Xudo xolasa, mana shu kunlarda mana ishlab chiqarishni boshladik. Bundan tashqari hali prixoshkalar, koridorlarga kirganda oyoq kiyim yechgani ixchamgina mana shunaqa narsa yasab qo'yganmiz. Endi bemalol o'tirsa bo'lar ekan-da. O'tirib kiyimini kiyib, oyoq kiyimini kiyib chiqib ketsa bo'laveradi. Bu endi yangilik emas. Ko'pchilik qilgan, shunchaki biz ham shuni ko'rsatib ketaylik, mana shunaqa mahsulotimiz bor degan maqsad. Olmasa bo'lmaydi o'zi aka. Masalan, men o'zim hozir qorin qo'yib yubordimda aka, patinkani kiymasam to'g'risi turgunimga o'zi xansirab qolyapti. Endi aka bularimizni bitta-bittadan dastavkalarini, keyin narx-navolarni bitta aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p aka, bu 1.250.000 vodiy ichi shahar markazlariga dastavka qilamiz. Toshkentga ham shahar markaziga o'sha dastavka qilib beramiz, o'sha ichida. Bundan tashqari Buxorogacha trassa bo'ylab. Masalan, vodiydan ketadi, Buxoroga masalan Samarqand bor, katta trassani yo'lida qaysi shahar bo'lsa, o'sha trassa bo'ylab dastavka qilamiz, o'sha 1.250.000 dan. Demak, Jizzaxliklar ham olsa bo'laveradi. Men siz bemalol o'tib ketaveradi-da, shu yo'lda Jizzax shahariga kelsa bo'laveradi. Buxorogacha katta trassada qanaqa joy bo'lsa, qilib beraveramiz, shu trassadan olib ketishsa bo'laveradi. 1.250.000. Endi Xorazm, Qoraqalpoqqa alohida dastavkasini kelishamiz. Kelishadigan holatda. Narxlarni chiroyli qilib berasiz, xolos.
Materiallari keladigan bo'lsa, bu LDSP material bo'ladi, Ro'zmuhammad aka. Mexanizmlari ham xudo xolasa yaxshi. Ruchkalarni ham sifatlisidan qo'yganmiz. Buyurtma asosida hozir ishlab chiqarilyapti, chunki nalichida qolmayapti. Tezda o'sha buyurtma berib olib ketib qolishyapti. Xudo xolasa mana shu Bunimiz narxi qanaqa ekan? bu ham 1.250 ming. Bunimiz ham 1.250. Bu ham 1.250 ming. Bu ham 1.250. Bunimiz 370 ming so'm. 370. Endi buni dastavkasini alohida kelishamiz. Kichkina narsa. Masalan, arzonroq borishi mumkin-da. Hali yuk mashina bir chekkasida ketib qolishi mumkin. Lekin aka bunaqa narsada, mana bu narsani masalan oladigan odamga uchimiz dastavkasini sal nima qilib berarsiz, yo'lida qilib berarsizmi? Ha, buni o'sha olishadigan bo'lsa. agar buni ikkosini birga oladigan bo'lsa, buni iloji boricha kelishtirib beramiz. Keyin aka masalan qarang, hozir bitta hozir mana transformer sal boshqacharoqniki bu ikki xil ekan. Masalan boshqacha svetlarni ham xudo xolasa qilib berilaveradi. Qilib beraveradi. Masalan, xonadonidagi mebellarini rangi qanaqa bo'lsa, o'shani rasmga olib tashlab berishadi bizga. Biz ko'ramiz, showroomga borib, materiallarni ichidan topsa, xuddi o'sha birga bir qilib chiqarib beramiz. Mashalloh. Hozir ekranni nomerlarini qoldirib qo'yaman-da. Telegram, WhatsApp va Instagramimizda ham bor. Bor aka. Instagramlari ham bor. Bemalol turib Telegramdan masalan aytganlaridek qanaqa rangi kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma rangidan chiroyli qilib dastavkalarni qilib, zo'r qilib yetkazib berishar ekan. Aytayotganlarda 1.250 ming so'm, 1.250 ming so'm. Xohlang bundan oling, xohlang bundan oling. Dastavkalarni hammasini aytayotgan deb o'ylayman. Birorta gaplarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, telefon qiladigan bo'lsalar, to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi. Xudo xolasa, chiroyli qilib yetkazib berishadi. Akajon, Salomat bo'linglar. rahmat. Sog' bo'linglar, charchamanglar, zo'rdan-zo'rdan uzolashmanglar.